Masalan, nazorat 100% nazoratda bo'lishni men ma'qullamayman. Nimaga deng? Bu bola kelajakda ijodkor bo'lmaydi. Chunki siz yoshligidan unga taqiq qo'yib o'rgatgansiz. U siz fikrlamaydigan bo'lgan. U doim o'zicha fikrlagani kaltak ekan. Doim taqqa tushganmi? Endi siz og'ziga qarab o'tiraveradi. Shunaqa. Yozmayman. Doim sizni kattalarning og'ziga qaraydi. O'zi yangilik yaratmaydi. U yangilik yaratish uchun u qoqilib, turtilib, ancha-muncha xato ham qilish kerak edi. Qo'ymagansiz. Ijodiga qo'ymagansiz. Nimaga desa, siz ma'naviy ozuqa bermasdan zararli narsadan man qilish yo'lini tutgansiz. Shuning uchun unga siz ko'p taqiq qo'ygansiz. Agar siz unga ma'naviy ozuqa berib, keyin taqiqni ishlatganingizda taqiq deyarli ishlamasdi. Kerak ham emas. Kerak emasdi. Onda sonda bitta yarimta nasihat bo'lardi. Kerak emas endi desangiz yetardi. Menda o'tgan safardan bir kishi suhbat olganda, bolalaringizni urganmisiz degan. Urmaganman. Nima, joratmaydimi? Yo'q, joratmaydi ham. Urishga ehtiyoj yo'q.